BMW. Rolls-Royce. Yana Rolls-Royce. Coupe varianti. X-Drive, BMW, полностью karbon. Oldi krilo, kapot, oldi banker. Полный chiroylikkina, вообще sportda yaxshi ko'riladigan uchun. Вообще-то bu mashina sotilayotgan ekan. Undan keyin mana bunisi 2025-yil ekan. Narigisi 2023 ekan. Sotilyapti, baribir BMW deb turishini qaraydi mana. BMWchilar bitta like bosib yuboringlar. M5 elektrasi ham bor ekanmi? Yo'q, elektromas ekanmi? Mana elektrasi. O'g'ila juda ham qiziq, kimga qiziq bo'lsa. Yonadi mana BMW. Bu shahar ichida yuribdi bu mashina, ko'pchilik tanib ham qo'ygandir o'zi. Полностью oldi kapot karbon. Body kitlari ham karbondan. Bokovoylari ham karbon. Mana turishiga gap yo'q lekin.